7 oktyabr 2025 yilda soat 20. Oh-da mening yurtim kanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 168-qismi efirga uzatiladi. Ushbu qism ayniqsa voqealarga boy bo'lishi kutilmoqda, chunki qahramonlar yangi sinovlar bilan yuzma-yuz keladi va bu ularning sadoqati, do'stligi va muhabbatini sinaydi. Har bir epizod qahramonlarning xarakterlarining yangi tomonlarini ochib beradi, hayajonli lahzalar tomoshabinni voqealar bilan birga his qilishga majbur qiladi. Ushbu qismda asosiy qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishini kuzatish juda qiziq. Ssenariy mualliflari his-tuyg'ularni va ichki kechinmalarni nozik tarzda yetkazishga muvaffaq bo'lishgan, shuning uchun har bir sahna tabiiy va ta'sirli ko'rinadi. Operatorlarning ishlashi ham alohida e'tiborga loyiq, kadrlar va burchaklar tomoshabinni voqelikka to'liq singdiradi. Qirmizi xonadon dramatikasi va realizmi bilan tomoshabinlarni quvontirishda davom etmoqda, bu uni sevimli seriallardan biriga aylantiradi. Ushbu qiziqarli qismni ko'rish imkoniyatini boy bermang, u ko'plab his-tuyg'ularni sovg'a qiladi va keyingi voqealarni sabrsizlik bilan kutishga majbur qiladi.